suratga olardim boplab hozirgi holatingizni. Kechiring meni. Suv sepganingizni go'zal-yu, lekin chelak bilan boshimga tushirganingizda nima bo'lardi? Meni kechirasiz. Bilmasdan sep boribman. Agar bachkani bo'lsa yechib tashlang. Yo'q. Ta. O'zi hech taqmaganman bunaqa narsalarni. Ochib ketibsiz. Lekin prokuror. Qayerga yashirib qo'yishuvdi sizni? Butun qasrni axtarib chiqdim. Dik, sen meni xavotir olma. Menga xavf tahdid qilayotgani yo'q. Seni bo'lsam, bugunmi erta o'ldirishmoqchi. Ruhoniy bilan baronni bu haqda gapirishganini o'zim eshitdim. O'zim ham sezgandim buni. Yaxshisi menga de qolay. Mashina nima bo'ladi? Kim to'laydi pulini? Qochishga ko'rsatib qo'yaman senga. Qo'ying, jahli chiqmasin. Ko'chada ketayotgandim. Hamma odamlar qatori men ham achinyapman oynasiganiga. Lekin tasodif ta'til qilganim yo'q. Endi meni uyga keta qolay. Yo'q, to'xta. Sen sindirgan oynani kim to'lab beradi? Ha? Aka, nima uchun turmushga chiqmagansan? Seni kutdim. Lekin birontasi bo'lgan-ku. Boradi. Ammo hozir o'sha vaqtlar xuddi tushimda bo'lib o'tgandek. Men sevgimni aytgani keldim oldinga. Hali bir ko'rishda sevib qoldim deng. Yana boshqacha sevgim bo'ladi. Ularni qo'ysangiz-chi. Trassani tomosha qiling. Joningizga ham tekkandir bu yo'llar. Nimaga? Bundoq qarang. Yalta, Karpat, go'zal dengiz, yashil palto va bog'lar. Shu yerlarni ko'rsam zavqlanadi. Nimalarni ko'kolashdinglar? Hech nimani? Hech nimani? U juda ham yoqimtoy yigitsiz. Menga yoqasiz dedi. Rostana? Nahotki shunaqa desa? Betingga ya? Uyalmadimi? Shama qilib yurgandan ko'ra ochiq gapirgan yaxshi-da. To'g'rimi? Bu baliq emas, yo'q, dirilda baliq emas. Qandaydir taqir doriga o'xshaydi. Bo'yi ovqatim maqtagandaysiz? Tuyalamanlik qilganda. Borgan sari surbet bo'lib. Ha, bu gapingiz to'g'ri, bilasiz, o'zimdan o'zim hayronman. Negadir surbet bo'lib ketyapman. Lekin hamon tushunmayman, nima uchun bedarak ketdingiz? O'lik tirikligingizni bilmasdim. Odamlar sizni o'lgan deb aytishdi. Etimon. Men ro'parasi 14 yil qamoqda yotdim. Bu yerdan chiqish amri mahol edi. Etimon. Mana bu xatni hamisha yonimda olib yurdim. Undagi bitilgan so'zlarni eringiz yozgan do'stim aytib turgan. Afv eting meni. Meni kechiring.